Bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan kelgan, yoshlari 62 da. Bizga kelgandagi shikoyati tunda ko'p marta siyishga, CD bosimi pasayishiga, tez siyishga, siygandan keyin qovuqda qoldiq siydik qolish hissiga shikoyat qilib keldi. Biz bemorni tekshiruvlarni o'tkazdik. Tekshiruvlar natijasida, demak, UZI tekshiruvda ob'yom prostati 78 sm3 tashkil qildi. Qondagi prostata spesifik antigen me'yorda 0,16 chiqdi. Boshqa tekshiruvlarni qilib, operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lmagandan keyin operatsiyaga oldik. UZIda yana qo'shimcha ma'lumot, quvda tosh borligi aniqlandi. Ya'ni bu mana shu prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi adenomasini asorati sifatida qovuq tosh kasalligi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha uzoq muddat davomida qovuqda qoldiq siydik qolishini evaziga demak bemorda tosh paydo bo'lgan. Hozir bir etapda lazer yordamida birinchi qovuqdagi toshni maydalab oldik va ikkinchi etapda mana polep operatsiyasini bajarib, endi koagulyatsiya qilinyapti. Bemorimiz holati yaxshi. Koagulyatsiyadan keyin mastilatsiya qilib operatsiyani yakunlaymiz.